og'riq qanchada o'tib ketadi? Hozir ham og'riyaptimi? Ha, hozir og'rib qoldi. Bir to'rg'am nonni uyutib olib, yarmini yeb jichcha non o'zi oxirida. Uyutib qo'yib, yarmini yeb, yarmini yutolmadim. Endi qilganimda o'tmaydi. Yo'qqa borib ikkita vrach bilan nima qilsak, orqani qulog'ini orqasidan ochib, operatsiya qilamiz. Sog'aymidi? Chala yo'q edi, sog' tishlarimda masala. Hammasini olib bo'lib yo'q qilib qo'ydi tishimni. Endi anaqa non yopmay turadi, aytmoqchilik. Esidan chiqib qolmasin. Endi nonni o't qo'yib bersa bo'laveradi tandirga, lekin kallasidan kirmay turadi. Kuzdan keyin yopaverasiz. Operatsiya qo'rqinchli emas ekanmi? Vahimali emas ekan. Keladiganlar qo'rqmay qildirib bo'laverar ekan. Siz ism familiyangiz nima? Yarasha Nodira. Shu uchoqli nerv nevralgiyasi bilan qancha vaqtdan beri og'riyotgandingiz? 1 yil bo'ldi, qarib. 5 yildan og'riyman. 4 yil bo'ldi. 12 yil bo'ldi. Qanday boshlangan o'sha eslay olasizmi? Ha, shunda uchib bor ekan. Shu tugurganday og'riq bu. Shu tishim og'riganday sanchib berdi. Qayerda bo'lardi og'riq? Tishim tagidan, Bu tarafdan, bu tarafdan. bu tomondan. Mana shu yerdan mana yergacha og'riydi. Sanchib bor edi. Shu ko'zimdan yosh chiqarib yuboradi. Hech dodda gizdirib yuboradiki, u mana shu miyangiz ushlagandan keyin qaytib ko'zingizga hech narsa ko'rinmaydi-da bu. Qo'yaverasiz, uni og'rig'ini, tish og'rig'i ham o'tirsa uni yonida. Tish og'rig'idan ham kuchli-da. Tish og'rig'idan ham kuchli og'riq. Og'riq qoldiradi, uyqul qiladi, foyda qilmadi. Tishlarim bor edi hammasi. Yine pastimizda dedi, tish doktori bor dedi. Yine pastga olib tushdi. Shat tishlarim sug'urib yubordi. Kavaymidi? Chala yo'q edi, sog' tishlarimda masala. Hammasini olib bo'lib yo'q qilib qo'ydi tishimni. Qachon ko'proq og'riydi? Yozda og'riymi yo qishda og'riymi bu kasal? Bilmaysizmi qachon og'rishini? Bir xilda og'riydi. Qishni Menga yozda. issiq yaxshi. Mana issiq nima qilib yursam, uncha bilintirmaydi. Agar jinday mana derazadan shabata kirsa, mana og'rib qoladi. Ularga men aytaman doim derazani yopinglar, eshik havo issiq, voy biz isib ketdik deyishadi. Endi yopib turaversa, bular ham qo'yarga qo'ymaydi, biz isib ketdik deb jicha men o'sha bilan ham bo'lmaydi. Qanaqadir bag'dan nomiga bir yel shabada bo'lib qolsa, ko'zingizdan yosh chiqib ketadi-da. Og'rig'iga chidamaysiz. Siz bu yoqqa qarab turing, men operatsiya bo'lgan joyingizni ham nimalar olib qo'ying, nima qilib ko'rsatgan. Mana operatsiya bo'lgan. Mana operatsiyangiz o'rnini ko'rib qo'ying. Mana operatsiya bo'lgan joyingiz ham topa olmaydi ham, hozir uyga borsangiz, operatsiya bo'lgan joyingiz. Kelganlarga ham aytaman-da, nima rosa qo'rqib kirdim. Ja vahimali emas ekan. Operatsiya qo'rqinchli emas ekanmi? Vahimali emas ekan. Keladiganlar qo'rqmay qildirib bo'laverar ekan. Bunaqa gaplashib o'tirish qayerda edi siz bilan? Xudoga shukr, mana gaplashib bular ham xursand oila, o'g'illar, qizlar. Mana ertalab ham turdim. Xudoga shukr, og'izlarimni chayqalmay aytdim, og'zimni chayqadim. Allohga shukr yaxshi. Bir chir ovqat ichdim kechqurun. Non yedim. Og'rig'i yo'q. Endi sizga o'xshagan bemorlarga nimani tavsiya qilasiz? Mana siz yoshingiz ham 71ga kirdi-da. Shunaqa, shunaqa. Men endi tavsiya qilardimki, agar mabodo shunaqa kasallik hech kim bo'lmasin, mabodo bo'lgan taqdirda ham iloji boricha mana shu yerga kelib, mana Chinobodda ukamiz mana bosh doktor ekanlar, shu kishini qo'liga kelib uchranglar degan maslahatni berardim. Men o'z qo'lim bilan, o'z ko'zim bilan, oyog'im bilan mana yurib kelib, kelganimdan boqa ham hech narsa yeganim yo'q, rost gapni aytib. Non choyni ham shahali aytganimdaqa uyutib turdim. Keyin siz aytdingiz, olib kirib davolaymiz dedingiz, davoladiz. Siz o'sha yerdan davolagandan keyin ko'zim ochildi-da. O'shandan keyin nima qilishbat? Men to'g'risini aytyapman. Xudoga shukr, rahmat. Hattan chiqdim, davolanib, yotdim mana 1 soat, 2 soat. Kech paytga borganda choy, non yedim, hech narsa yo'q, kasallik yo'q. Aytgan bo'lardimki, hammalaring shu yerga kelinglar. Ukamizdan mana chiroyli bo'lib davolanib, yaxshi shifo topib, o'zlaringni foydalaringga, qanchalik tez kelsalaring, shunchalik tez yaxshi bo'lib ketasizlar. Endi to'g'ri hech narsani o'ylamasdan, Qo'rqmasdan kelsa bo'ladi. Qo'rqmasdan kelsa bo'lar ekan. Jon urg'animat-ku. Endi mana operatsiyadan mana qo'rqayotgandingiz, qanday bo'lar ekan? Qanday qo'rqinchli emasmikan operatsiya? Yo'q, qo'rqmadim. Hammasi Xudodan deb ko'rdingiz-ku, gapirib, keyin bilmay uxlab qoldim.
Sizlarga ham rahmat. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Duo qilib qo'ying bo'lmasa endi biz hozirgi dorilarni yozib beraman. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Umrlaringga, rizqlaringga Alloh baraka bersin. kasb ko'ringizga, rizqingizga, fahningizga Xudo mehribon umr bersin. Bola chaqangiz bilan tinch amon yuringlar. Bizga o'xshagan bemorlarni sababchi bo'lib hammamizni duomizni olib Martabalaring baland bo'lsin, umrlaringga, rizqlaringga baraka bersin, qo'llaring yengil bo'lsin. yashnab yuringlar. Ilohi omin.